Perfect Traders jamoasi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Beple Trading kursimizning 3-qismini boshlaymiz. Bu 3-qismda sizlar bilan Forex bozorining ish vaqtlarini gaplashib chiqamiz. Forex bozori xalqaro valyuta bozori. Bu eslatma. Forex asosiy sessiyalari va ularning ochilish, yopilish vaqtlari GMT+5 bo'yicha bu Toshkent vaqtiga to'g'ri keladi. Xuddi mintaqalar vaqt birligi holatida bizning O'zbekiston vaqt birligi bu GMT+5 deyiladi. Bizda 4 ta sessiya bor. Avstraliya, Osiyo, Yevropa, Amerika sessiyalari bor. Ularning ochilish va yopilish narxlari Toshkent vaqti bilan va markaziy bank joylashgan shaharlari. Mana shu markaziy banklarda qancha apparat bor bo'lsa, mana shu Forex bozoridagi narx-navolarga ta'sirini o'tkazadi. Sessiyalar bo'yicha ma'lumot beraman. Avstraliya sessiyasi eng tinch sessiya hisoblanadi. Xuddi 50 sent tepaga ko'tariladi, 10 sent pastga tushadi, 1 pips tepaga ko'tariladi, 1 pips pastga tushadi, shu kabi harakatda bo'ladi. Xuddi tinch holatda. Yevropa sessiyasida katta operatsiyalar amalga oshiriladi. Ya'ni 10 million dollar faqat sotishga, 20 million dollar faqat sotib olishga, faqat sotib olish yoki sotish bilan ovora. Yevropa sessiyasi 10 dan 17 gacha bo'lgan vaqtga e'tibor bersangiz, narx faqat ko'tarilyapti turgan bo'ladi, ko'p kotirovkalarda faqat tushib turgan bo'ladi, ko'p paralarda. Sababi o'sha Yevropa faqat bir narsaga ahamiyat bergan holatda savdo qilib turgan bo'ladi. Amerika va Osiyo sessiyalarida volatilность baland bozor shakllanadi. Volatilность degani faqat olish, sotish degan narsa emas. Sotib yuborish ham, sotib olish ham bir barakayga bajarilayotgan turgan bo'ladi. Juda katta, misol uchun Amerika bu dollarni vatani hisoblagan bo'lsak, Amerikada faqat dollarlar aylanyapti turgan bo'lsa, u bankdan bu bankka, u korxonadan bu korxonada katta milliard pullar olib o'tilgani hisobiga, har xil valyutalarga ayirib boshlangani hisobiga, tovarlarni ham har xil valyutada oldi, berdi qilib, birjaga narxi o'zgarishi o'tib turgani hisobiga, mana shu Amerika va Osiyo sessiyalari juda katta volatillikni hosil qiladi. Eslatma qilamiz, Forex bozori 24 soat davomida ishlaydi. 24 soat bu degani ertalab soat azondagi 12:00 da ochilib, kechasi 12:00 da yopiladi degani. Va haftada 5 kun ochiq bo'ladi. Dushanbadan jumagacha banklari ishlaydi va ulardagi oborotlar dushanbadan jumagacha qo'shilib turadi. Milliy bayramlar bundan mustasno. Milliy bayramlar deganda biz o'zimizni 1-mart mustaqillik bayramimiz, 8-dekabr, 8-mart, hokazo, Navruz, yana qanaqangi o'zbek milliy bayramlar bor bo'lsa, hayit ayyom ham bunga qo'shiladi. Bank, ya'ni davlat ishxonalari dam olgan kun deb belgilansa, banklarda ham odam yo'q bo'ladi. Bankda odam yo'q bo'lgandan keyin oldi sotdi narx-navolarni o'zgartirishga qanaqadir bir knopka bosilmaydi. O'shaning uchun dushanbadan jumadan tashqari shanba, yakshanba kunlari bozor jim va to'xtagan holatda bo'ladi. Bir narsani aytib o'taman, mana bu vaqtlar O'zbekiston vaqti bilan to'g'rilangan. Aslida misol uchun Amerika, Nyu-York yoki Chikagoni aytgan bo'lsam, ularda ertalab tong soat 8:30 bank odamlar kelib ish boshladi degan holat bo'ladi. Bizda esa o'sha narsa 17:00, 18:00 ga to'g'ri keladi. Bizda kechqurun ularda yorug' degan sistema. Trading bo'yicha sessiyalarni sizlarga ko'z oldinglarga keltirish uchun shu suratni qo'shib o'tdik. Bu GMT+ bo'yicha albatta muhim vaqtlarga e'tibor bering. Osiyo va Yevropa sessiyalarida kesish holatlari bor, ya'ni soat 10 dan 14 gacha volatil bo'lgan vaqt hisoblanadi. Nimaga? Tepada vaqt birligiga qaraylik. Misol uchun, mana Osiyo soat 5 da 6 larda ochilyapti va 13-14 larda yopilyapti. 13-14 larda yopilyapti turgan vaqtda esa 10-11 larda esa Yevropa shakllanyapti. 11 dan 14 gacha 3 soat vaqt Osiyo bilan billa tovar almashyapti, billa oldi berdi qilyapti. Osiyodan qancha pul chiqsa, Yevropaga sirazi pul kirib, Yevropa sirazi qabul qiladi degan narsa bo'lib o'tadi. Shuning uchun bir-biri bilan kesishgan vaqtga e'tibor bering deyapti. Yevropa va Amerika sessiyalarining kesishi vaqti ham bor. 17:00 dan 19:00 gacha ikki davlat valyutalarini ayirib boshlash boshlanadi.
Ya'ni mana bu nuqtaga e'tibor bering. Yevropa ketyapti, arada Amerika qo'shilyapti. Mana shu 17 dan 19 gacha bo'lgan masofa. Amerikaga yevro kirib kelyapti. Amerika ham yevroni tashqariga chiqarib yuboryapti. Operatsiyalarda va valyutalarda boshlash boshlanyapti. O'shaning uchun shu vaqtlarda bir tepaga chiqish, bir pastga tushish, 20 punkt tepaga ko'tarilish degan narsalar sodir bo'ladi. Undan keyin faqat Amerikani o'zi savdo qiladi. Kechasi soat 10 dan keyin esa anchagina bozor tinch bo'ladi. Chunki hamma operatsiyalar kunduzi obeddan oldin sodir bo'lgan bo'ladi. Undan keyin yengil holatda to'xtab qolish holatlar bo'ladi. Qanday valyutalar bilan ishlash kerak degan savol bor bizda. Quyidagi jadvalda forex sessiyalarining asosiy valyuta juftliklari hamda oltin, Brent, neft kabi aktivlarning eng yaxshi savdo vaqtlarini ko'rsatib berdim. Tokio, London, New York sessiyalarida siz qaysi valyutalar bilan shug'ullanishingiz mumkin degan narsa. Yevropa sessiyasida JPY, ya'ni Yaponiya yenasi juftliklari bilan siz ishlasangiz zo'r bo'ladi. Ya'ni o'sida JP, Euro, JP shu kabi. Yevropa sessiyasida Euro va GBP, ya'ni Yevropa puli, Buyuk Britaniya funt sterling puli asosiy juftliklar hisoblanadi. Ular Euro o'sida, GBP o'sida kabi Euro va GBP qatnashgan valyutalarda. Amerika sessiyasida esa o'sida asosiy juftlik, o'sida asosiy juftlik. Bu barcha o'sida jumlasi bilan juftlashgan paralar bemalol savdo qilish mumkin. Hammasida volatilность birdek ta'sir qiladi. Albatta ikkitasi o'sida CAD, o'sida CFga o'xshash juftliklarda. London, New York kesishi eng katta volatilность juftlik. Bu yevro o'sida, GBP o'sida bo'ladi. Tepada aytib o'tgandek, ko'pchiliklar goldda ishlaydi. Gold aktiv savdo vaqti London va New York holatlarida savdo qilsangiz bo'ladi. Neft bilan ishlayganlar esa asosiy volatil harakat New York sessiyasida. Aksiyalari bilan shug'ullanadigan eng katta harakat New York sessiyasi va London kesishida sodir bo'ladi. Ya'ni shu Amerika sessiya vaqtida siz aksiyalar bilan, neft bilan, tilla bilan, dollar pullar bilan siz savdolar bemalol qilsangiz bo'ladi. Bu Amerika ishlamay turgan vaqtda, ya'ni Amerika sessiyasi kirishidan oldin esa Yaponiya yenasi, Euro, Buyuk Britaniya funt sterling orqali siz savdolar qilishingiz mumkin. Shunda yaxshi harakatlar bo'lib o'tadi. Mana bu eng yaxshi aktivlar deganda ko'rib turganingizdek, Yevropada yevro puli va oltinni ham qo'shib savdo qilishingiz mumkin. Undan keyin Amerika sessiyasi, Amerikada barcha valyutalarda ishlashingiz mumkin. Ayniqsa London, New York ochilgan vaqtda siz mana Buyuk Britaniya, Yevro, Yaponiya yenasi, tilla, aksiyalar, neftlar bilan savdo qilish imkoniyatingiz bor bo'ladi. Bizning vaqtimizga bu tradingda, bu birjada savdo qilishning eng zo'r optimal vaqti kechki payt 17:00 dan keyin yozgi vaqt bo'yicha. Eslatib o'taman, yozgi vaqt 11-mart kuni almashadi. Siz forex sessiyalari vaqtlari va valyuta bilan ishlash vaqtlari bilan tanishdingiz. Perfect Traders jamoasining shaxsiy darsligi. Savollar bor bo'lsa, yangi o'zgarishlar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'ling, shaxsiy lichkamizga murojaat qilishingiz mumkin va gruppamizga a'zo bo'ling. Biz bilan birga gruppada ham suhbat bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.